Mana bu Damas qarang. Xarab. Mashinamni to'g'risiga qo'yib, yo'limni to'sib qo'yibdi. Boshqa joyga qurib qolibdimi-ekan? Yonimga tegib ketdi mana shu 70-75 lar. Yana Damas parosati yo'qmi bularni? Qanaqa Toshkentga keladi bu parosat bilan? Nimaga haydab chiqazib yormaydi shularni? Assalomu alaykum. Qani mashinangmi? Dorixonaga kiruvdim, ertalab onamni больницаga olib keluvdik. Hozir olaman. Opajon, agar oyim kasal bo'lmaganlarida kelmasdim shu shaharinglarga. Olay sassiq mashinangni. Biznikilar o'qib, kuchli mutaxassis bo'lib, kelib shu yerlarda ishlab yurishibdi-da. Agar hamma o'zi tug'ilib o'sgan joylarda ishlashganda kim ham qolar Toshkentlarda? Ha aytgancha, bu yerlar sizni dadangizdan ham qolmagan. Uzr aka, uzr. Sen ham kelganingda sodda eding, akaga o'xshagan. Shahar seni o'zgartirdi.